Bugun demak biza ikkinchi darsimizni ham sekin boshlab olar ekanmiz. Bugun atigi ikkita mavzu o'tar ekanmiz. Aytib o'tganimdek, bugun sizlarga dam deb nomlasak ham bo'lar ekan bugungi darsni. Chunki ikkita mavzu juda oson birinchidan va ikkita mavzulik ham o'zi ancha yengillik beradi. Xo'p, demak, kelinglar boshlaymiz. Xavf-xayol masalalarni chiroyli qilib yozib qo'ydim oldindan nomini, lekin hammasini to'liq yozib qo'ymadim, chunki sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqaman. Demak, have va has got nima bu? Ko'rib turibsizlar, mana men yozib qo'yganman. Ega bo'lmoq. Har doimgidek l qolib ketaman. Xo'p, o'tgan safar artiklda ham l qolib ketyapman. Nimaga shu l harfi menga yoqmas ekan. Xo'p, have has demak, ega bo'lmoq deb tarjima qilinar ekan. Ega bo'lmoq, ya'ni biror narsa sizga tegishli bo'lsa, masalan, menga nima? Bu notebook menga tegishli, mashina yoki stol barcha nima bo'lsa ham, nima menga tegishli bo'lsa, have has ni ishlatar ekanman. Meniki. Demak, have has got. Nimaga endi aynan ikkita, ne bitta have emas. Aynan ikki have va has. Chunki bizda bilasizlar bir nechta olmoshlarimiz bor. I bor, olmoshlari eslab oldik, mana I bor edi. Keyin you yoniga yozib tashlab qolaman, chunki bular baribir birga yoziladi. I, you, we, they degan olmoshlarimiz borda. Keyin boshqa turlari bu he, she va it olmoshlari bor edi va mana shunga nisbatan xilma-xil biz have has xullas xilma-xil so'z ishlatar ekanmiz. I, you, theyga biz have ishlatamiz. Have got. He, she, itga biz has got ishlatar ekanmiz demak. Ikkita mavzu, ikkita so'zni olmoshlariga qarab ishlatar ekanmiz. Xo'p, ya'ni keyingisi have qachon ishlatamiz? Qarang, ko'plik bo'ladi-yu. Ko'plik bo'ladi. Ko'plik deb qo'ydim. Ko'plik bo'lganida biza have ishlatar ekanmiz. Demak, agarda ko'plik degan nima? O'tgan safar aytganimdek, opalarim, akalarim, do'stlarim deb ko'plik deyotganimizda biz have ishlatar ekanmiz. Lekin birlik bo'lganda biz has got ishlatar ekanmiz. Agar misol akam demoqchi bo'lsak, opam demoqchi bo'lsak, ko'plik demoqchi, birlik demoqchi bo'lsak, biz has got ishlatar ekanmiz. Xo'p, ma'nosini tushundik. Nimalar bilan ishlatishimiz, ya'ni qaysi olmoshlar bilan ishlatishimizni bilib oldik. Keyingisi, qarab, bekorga men aytganman, noun deb ko'rmadim. Noun bilasizlar, ot degandimi? Ot bizda noun bo'lar ekan. Faqatgina otlar bilan ishlatamiz. O'zi buni olib qarasa, o'zi have hasni faqatgina otlar bilan ishlata olamiz. Chunki nimaga ega bo'lamiz? Faqat narsalarga, to'g'rimi? Stol, telefon, notebook, mashina, xullas shu narsalarga egalik qilamiz. Lekin fe'llar bilan ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni misol I have got deb turib go deb bo'lmaydi. Yoki run deb bo'lmaydi. Run deyish mumkin emas. Demak, faqatgina otlar bilan ishlata olar ekanmiz. Demak, endi men gap tuzib ko'raman. Har doimgidek 3 ta gapimiz bo'ladi, 3 xil turdagi gap bo'ladi. Xo'p, birinchisi, давайте. I have got a car. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ana got nima uchun o'zi desanglar, ana got endi qo'shimchasini olib turadi. Xo'p, qaranglar, pozitivda, ya'ni pozitiv gapda bizda gotni xohlasanglar qo'ysanglar bo'lar ekan, xohlasanglar ishlatmasanglar ham bo'lar ekan. Ya'ni o'zingizga qarab ishlataverasizlar. Have got, has got. Demak, gotni xohlasanglar I have a car deylar, xohlasanglar I have got a car deylar. Xo'p, negativda qanaqa bo'ladi? Prosta mana have esingizda mana have not demaymasada endi buni qisqartirishga o'rganganmiz, biz nima qilardik? Haven't derdik. Haven't got a car. Menda mashina yo'q, lekin qaranglar, men aytdim, men o'zim aytga skopga qo'ymadim, nega bundoq qilmadim? Chunki got o'zi majburiy bo'lib ishlatish shart. Islatmasak вообще bo'lmaydi, mumkin emas. Xo'p, savolda qaranglar, savol yordamchi fe'l har doim oldiga o'tadi. Ana to be da emizlar oldiga o'tkazdik-ku, have da ham xuddi shuni orqaga o'tar ekan. Demak, mana have oldinga o'tkazdim. Mana have you got, endi you emas, sanda bormi deb so'ramoqchiman. Have you got a car? Sanda mashina bormi? So'ramoqchi bo'lsam, shunaqa bo'lar ekan. Xo'p, ha, bor demoqchi bo'lsam, yes. I have. Yes, I have got deyish shart emas. Yes, I have desanglar bo'ldi, ya'ni kerak emas. Have got deyish. No, I haven't. Bu yerda уже have not bormaylar, haven't bo'ladi. Qo'yamiz. Xo'p, no, I haven't. Yo'q, menda yo'q deyapmiz demak. Xo'p, ishlamay qolib ketmadi, hammasini tushuntirib qo'ydim. Keling, endi mashq qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar, mavzu вообще oson, yana shunchalik kamligidan o'ylanib qoldim, nimalar yana qo'shish kerak edi. Demak, mana ko'rib oldik. Got bilan ishlatar ekanmiz, otlar bilan faqatgina fe'llar bilan ishlatib bo'lmaydi. Tarjimasi ega bo'lmoq. I, you, they'dagi have got, he, she'ga has got, ko'plikka have got, birlikka has got va mana gaplar ham tuzib berdim. Okay, давайте дальше. Shuni bir aytmaysiz, qo'yib chiroyli tursam sizlarga.
aytyapman. Давайте endi sizlardan bu yerda Unity 2dagi exercise'larni qilib ko'ramiz. Xo'p, mana ataylab qo'yganman, belgilab qo'yganman. Bitta qilib ko'ramiz, qaranglar. Давайте ikkinchisi mana birinchisi o'zi aytibdi, my grandfather has got gray hair degan ekan. Grandfather ya'ni doda bizda birlikda bo'lgani uchun has, qaranglar, o'zi bundoq o'ylaysizlarda, brother deyapmiz-da, aytaylik, brother. Brother aslida u he-mi? Ya'ni biz u deb aytamiz, o'g'il bola-yu. Demak, o'zi he ekan. He ga nima ishlatamiz? Has got ishlatamiz, demak, bu yerda has got. Keyingi Jemikins dotda qaranglar, nima aytdi? Eskiyotti, to'g'ri, mana eskiyotti. Bu Jemikins deganida ko'p Jemikins aytayotgani yo'q, ya'ni ko'plik aytayotgani yo'q. Bu prosta uni ismi Jemikins deyapti va shunchaki ismi bo'lgani uchun va bu qiz bola bo'lgani uchun men has got ishlataman. Qiz bolaga nima? She bo'lardi, to'g'rimi? Вот, she bo'lgani uchun men has got deyapman. Dark complexion, demak, yuz teri rangi juda dark ekan, ya'ni to'nli ekan. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana yana esimga keldi, ko'rdinglar, mana exercise qotgan esimga keladi. Xo'p, mana I have got deb aytasizlar, mana narsalarim bor. Endi kimdir tasvirlab bermoqchisizlarda, mana sochim bunaqa, ko'zi bunaqa demoqchi bo'lsanglar, have got bilan ishlatasizlar, esingizdan chiqmasin. I have got demaylik, kelinglar, boshqa gap misol kelib bitta. Astor. Qizimni bolanimi tasvirlab ko'ramiz. He has got. He has got dark hair. Xo'p. Qora sochlari bor, to'g'ri. Qarang. Ya'ni mana shu boshlardagi detallar bo'ladi-yu endi. Quloq, ko'z, soch, mana shu hammasi hasga kirib ketadi. Qarang, esingizdan chiqmasin, bilmasdan I am dark hair devormaylar. Men qora sochman degani bo'lasizlar-da, ya'ni bo'lmaydi, yo'q. Tubini qachon ishlatamiz unda? Ya'ni men semizman, ozg'inman, chiroyliman demoqchi bo'lsam, mana shunda biz tubi ishlatar ekanmiz. I am tall. I am tall. Mening bo'yim baland deyman. Qarang, yana bitta narsani detal o'rgatib ketaman. Qarang, men aytib qo'ymayman yana. Ana tall bo'yim baland degani. Bu ot emas. Faqatgina otlik artikl so'zlar. Endi bu eslatma shunchaki ba'zi birlar bilmasdan qo'yib yuboradi. Shuning uchun qarang, has got, have got bor. Ularni faqatgina mana shu detallar haqida gapirayotgan. Ya'ni uni ko'zlari bunaqa, sochlari bunaqa, qulog'i bunaqa demoqchi bo'lsam, have got ishlatar ekanmiz. Lekin bo'yimizni, mana shu polniy tuzilishimizni, shaklimizni aytayotganimizda biz I am, he is to be ishlatar ekanmiz. Tall ham bo'ladi, hop fat ham bo'ladi. Fat degani u baqaloq degani ikkinchi unitda so'zni yodlaysizlar. Shu yerda bor shu so'z, men tashlab qo'yganimdan keyin ko'rasizlar. Demak, I am fat. Bu esiga qo'shimcha sizlarga ma'lumot. Hop, lekin juda foydali bo'ladi. Kursbukda keladi. Endi qiynalib o'zingizlar bilmay qilganingizdan ko'ra unga ko'proq tushuntirib berganim yaxshi. Xo'p, okey. Dальше. Yana bittasini qilib beraman, qolganini o'zingizlar qilasizlar. Hammasini tushuntirib bermayman. Has Sue got blue eyes? Eyes deb ham okey. Xo'p, Sue'ni ko'zlari nima edi? Ko'kmi dotda? Ko'kmi? Ha, dot. Demak, yes she has derkanmizlar. Yes she has. Yo, xunu chiqdi. Chuma, uni bitta o'chiraman. O'zim. Yes she zo'r chiqdi. Has. Xo'p, mana yana to'g'ri ham bitta qilib beray, o'tda ham sabab o'ylantirib qo'yadigani kelib qo'yibdi. Your brothers. Mana your degan narsa-chi, bu esichi ma'lum bilan adashtirib qo'ymayman. You emas. Your bu saniki degani, sani akalaring. Butun nimaga qaraymiz? Shuni you ga o'xshashroq ekan. Demak, men have ishlatar ekanman deb o'ylashinglar mumkin. Yo'q, o'zi aslida have ishlatiladi. No, gap bunda emas-da. Undan keyingi gapda. So'zda brothers qaranglar, bu yerda akalarim deb ko'plikda kelyapti. Brother bo'lganda-chi? Brother bo'lganda has bo'lardi. Xo'p, bu yerda akalarim deb ko'plikda kelgani uchun men nima qo'yaman? O'sha have qo'yaman. Bularga faqat have qo'yar ekanman. Got right here. No, they, yo'q, ularda yo'q. Men aytdim, they deb qo'yib ko'rdinglar. Ya'ni chunki akalar bu ko'plikda. Akalarni nima deymiz? Ular deymiz ko'plikda. Xo'p, qolganini o'zingizlar qilib qo'yasizlar. Men keyingi mavzuni tushuntirishni boshladim. Okey, keyingi mavzumiz вообще нереально oson. Juda oson. Keyin qodir bo'lmoq. Ya'ni biror narsani qila olish, qodir bo'lish. Misoliga men so'z olayman, men mashina hayda olayman, bittalar. Demak, mana shunaqa gaplarni gapirayotganimizda biz keyin ishlatar ekanmiz va men bekorlik fe'lning birinchi shakli va fe'lning birinchi shakli nima degani, yana turlari ham bormi ular? Lekin turlari bor. Fe'lni bir necha turlari bor. Birinchi turi, ikkinchi turi, uchinchi turi, idif turi, turlari bor. Lekin cho'chimaysizlar.
hozircha birini faqat o'tamiz va fe'lning birinchi shakli degani bu sizlar yodlaydigan so'z bor mana misol go deysizlar, mana go'ni yodladinglar, bo'ldi go, ya'ni yurmoq, bormoq, suzmoq, mana shu gaplar bor, mana shu fe'lning birinchi shakli bo'ladi, ya'ni o'zining shakli, o'zgarmagan shakli. Go deb yodladinglarmi? Go, swim deb yodladinglarmi? Swim, bo'ldi. Da, o'zgarib ketadigan paytlar bor, no hozir emas, xotir olmanglar, fe'lning birinchi shakli bu o'zimiz yodlaydigan so'zlarimiz, ya'ni hech nima o'zgarish kiritish kerak emas, yodlaysizlar, borasizlar, ishlatib olasizlar. Okey, давайте. Ishlatib ko'ramiz aytgancha. Faqatgina fe'llar bilan ishlatamiz. Otlar bilan ishlatib qo'ymaylik. Men qodirman mashina demaymiz-ku. Men qila olaman mashina demaymiz, to'g'rimi? Demak, otlar bilan ishlatib bo'lmaydi. Kelinglar endi gap tuzib ko'ramiz. Gap tuzishdan oldin yana bitta narsa aytmoqchiman. Ko'rib turibsizlar, keyin bitta, ikkita, uchta turib misol, boshqaroq kelmoqda. Bu degani I ga ham I, you, we, they, he, she, it hammasiga bitta keyin ishlatinglar. Всё. Shu bilan to'g'ri ketaveradi. Masalan, men suzishni bilaman. I can swim. Men suzishni bilaman demoqchi bo'lsam, I can swim. Ko'rdingizmi? Вообще qiyin emas. Qurbanimiz. Demak, olmoqchi qo'yar ekanmiz subjektni. Keyin can qodirman, swim suzishga, men suzishga qodirman bo'ldi. Xo'p, agarda qodir emasman demoqchi bo'lsam, nima deyman desam, probably can't. Qarang, nimaga men aytdim, bundoq qilib ketmadim. Yo'q, kerak emas, can't bo'lmaydi. Xo'p, can't bo'ladi. Chunki endi o'zi bilan kelyotgani uchun tesini qo'shib ekanmiz. Yo'q, I can't swim. Shunda men suza olmayman, qo'limdan kelmaydi, qodir emasman degan bo'laman. Demak, savolda can you swim? Sen suza olasanmi? Qo'lingdan keladimi? deb so'ramoqchilar. Xo'p, yes. Ha, suza olaman demoqchi bo'lsam, men I can deyman. Xo'p, yo'q, qo'limdan kelmaydi, suza olmayman demoqchi bo'lsam, no, I can't. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Qo'limdan kelmaydi demoqchi bo'lsam, no, I can't derkanman. Xo'p, yana boshqa, yana bitta tushuntirib o'tmoqchiman. Qarang. Can I desam, can I desam, mana can I deb olib, men suza olmaymanmi deb o'zingizlardan so'rayotganinglar yo'q. Ya'ni men suza olmaymanmi deb so'rayotganinglar yo'q. Bu ruxsat so'rash uchun, ya'ni can I deyishinglar ruxsat so'ramoqchi bo'lsanglar, shunda ishlatar ekansizlar. Voy, ruxsat. Tak, ruxsat so'rash uchun. Mayda bo'lmasda oddiy bo'lardi. Xo'p, can I swim? Ruxsat so'rash uchun. Ya'ni ruxsat so'ramoqchi bo'lsangiz, can I swim derkansizlar. Men shu yerda cho'milsam maylimi, ya'ni suzsam maylimi? Xo'p, misol yana nima desa bo'ladi? Can I smoke here? Shu yerda chaksam bo'ladimi desam, ya'ni mumkinmi bu yerda chakish deb so'ramoqchi bo'lsam, demak, men can I smoke derganman. Xo'p, kashamdalik o'rganib qo'yaylik mana shu gapni. So'raveradi. Xo'p, demak, nima qolib ketdi? Hammasini tushuntirib bo'ldim. Oson bo'ldi. Давайте дальше. Keyingi ko'ramiz. Mana 5-eksayz belgilab qo'yibman. 5-eksayzni qilamiz. Yaqinlashtirib beraman. Demak, mana shuni ko'ramiz. Demak, mana Jack, Karen, Chris degan odamlar bor ekan. Dance, play football, speak French, drive, paint degan so'z bor ekan. Qaranglar, mana X bo'lsa, bu degani qodir emas, mana bo'lsa qodir degani. Demak, shu ishni qila oladi. Mana ishla. Mana maytdan to'ldirib chiqar ekanmiz. Mana misolga Karen deyapti-da. Karen qani? Mana Karen. Karen dance deyapti. Qani ko'ringlarchi, mana dance. Hop, okey, mana. Qila olar ekan, nima deyman? Keyin deyman. Tak, yana bittasini o'rgatib qo'yaman. Qarang, matga yotdimi? Lekin degan. Hech qachon ikkala tarafda pozitiv, negativ gap kela olmaydi. Ya'ni Karen can dance but she can't play football deb bo'lmaydi. Ya'ni Karen raqsga tushishni biladi, lekin u futbol o'ynashni biladi bo'lmaydi. Futbol o'ynashni bilmaydi bo'ladi. Naborot, ya'ni mana uni teskari variant bo'ladi. Shunda sizlar qaramasdan bemalol undoq qilib yuborsanglar ham bo'lar ekan. Ya'ni bosh yormasdan o'z vaqtinglar ko'p ketkazib olmaslik uchun mana qo'shilib bo'lar ekan. Masalan, mana birinchini qarang, keyingisini o'zim bilib olaman. Chris. Mana shu bacha ekan. Chrisga biz paint qilish o'rganiblarmi yo'qmi? Shuni bilishimiz kerak. Mana eplay olmas ekan, qila olmas ekan. Demak, men can't u qila olmaydi. Ya'ni u chizishni bilmas ekan. Va mana bat bo'lgandan keyingisini shuni bundoq qilib keyin yozib qo'yaveraman. Ya'ni davom etib qo'yaman. Hisob qilganni o'zida qilasizlar. Super example ko'rsatdim. Hammasini qilib tashlasam bo'lmaydi.
sizlarga ham qolishi kerak. Okey. Bugungi mavzumiz bitti. Bugun yengil kun bo'ldi sizlar uchun. Videoni tashib qo'yaman. Kuninglar xayr o'tsin. Charchamanglar.